Assalomu alaykum hammaga. Demak do'stlar, sizlar oson yo'l bilan telefon orqali pul ishlash kanalidasiz. Do'stlarim qarang, yana bitta sayt amerikanskiy. Demak bu sayt dollarda to'lab beradi kosheloklarga. Sarmoyasiz telefon orqali, kompyuter orqali pul ishlashingiz mumkin. Demak bu saytning silkasini kommentariyada qoldiraman. Silka orqali kirib elektron pochtangizni kiritasiz и pastiga o'zingiz parol login o'ylab topib, o'zingizga oson parol loginni qo'yib olasiz. Demak, keyin bu sayt sizga elektron pochtangizga kod jo'natadi. Jo'natgan kodini siz подтверждать qilasiz, bo'ldi. Keyin mana shu oyna ochiladi. Demak, qarang, bu yerda qanday pul ishlab topamiz. Demak, kirganimizdan keyin do'stlar, bu yerda bizga bonus sifatida har kuni bir mahalda kiramiz. Har kuni bir marta kirganimizga mana bu dollarda mana 4 sent, 8 sent, 12 sent, 16 sent, mana 2 sent, mana 24 sent, oxirida 7-kunida $5 pul topasiz. Demak, siz mana bu pullarni olasiz. Har kuni kirganingiz uchun mana bir kun kirdingiz, 2-kun, 3-kun, 4-kun, 5, 6, 7-kun mana bu yerda $5 pul beradi sizga. Demak, $5 pulni chiqarib olish uchun 7 kun ketma-ket kirishingiz kerak. Demak, birinchi kun kirganingiz menimcha hisobga olinmasa, keyingi kundan hisoblab boshlaydi. Yoki kirgan kuningizdan hisoblab 7 kun ichida $5 pulni olasiz. Demak, bu yerda qanday yana pul ishlasak bo'ladi sarmoyasiz. Demak, mana bu yerda tepadagi 3 ta tayoqchani bosamiz. Bu yerda ko'rsatib qo'yibdi, qarang. Mana bu yerda уровеньingiz oshib boraveradi. Demak, sizga mana shu boyagi zadaniyalarni berish uchun sizda уровеньingiz oshib borish kerak. Mana shu qatorda уровеньingiz oshib boradi. Bu yerda yana hozir $1 pul ishlab chiqarganingizdan, $1 ishlaganingizdan keyin, $1 ishlaganingizdan keyin sizga qo'shimcha zadaniyalar ko'p beradi, уровеньingiz oshadi. Demak, bu yerda mana ikkinchidagini bosamiz. Mana. Xo'sh. Hozir bu yerda tilni o'zgartirib olamiz, demak. Demak, qarang, men hozir ishlab ko'rdim bularni. Demak, bu yerda zadaniyalar nimadan iborat? Mana shu ko'rsatilgan mana bu yozuvni ustiga bosganingizda botda mana 30 sekund, demak 30 sekund, mana 15 sekund turganingizga mana buni bot deyapman. Mana buni saytda ichidagi unuturni puli mana bu. Pulidan beradi sizga. Mana coin moneta to'laydi. Coin monetani realni dollarga koshelogingizga tashlab olasiz. Realni dollarga. Demak, mana shu yerda kirasiz, mana shu yozuvlarni ustiga bosasiz. Demak, 30 sekund o'tirasiz. Sizga mana 6 ta coin beriladi. Demak, kirasiz, shu 30 sekund kutasiz. Hech narsa skachat qilmaysiz, hech qanday like bosmaysiz, qilmaysiz. Shu o'zi mana shu yozuvlar bosishingiz bilan demak, sizga kirib 30 sekund bir saytda bo'lib turasiz, hech qanday skachat qilmaysiz, qaytib chiqasiz, sizga hisobingizga coinlar o'taveradi. Demak, bu yerda yana boshqa bo'limlar ham bor. Agar ishlamoqchi bo'lsangiz, bu yerda qarang, bu yerda yana nimalar bor. Bularni partnyorskiy programmalari mana shu misol mana bu Zovdrakon, mana bu endi igra. Bu igrada o'ynasangiz, bular aytgan dastikka chiqsangiz, aytgan yo'nalishini bularni pravilasi bo'yicha o'ynab, qanaqadir bular aytgan bajarsangiz, demak shu yerda mana bizda $818 ko'rsatib qo'yibdi, to'layverar ekan. Keyingi igra mana bu Sadovoy gnom. Bu yerda ham o'ynab, bular aytgan boyagi o'yinda ishtirok etib, aytgan monetasini to'plab qilsangiz, zadaniyasini qilsangiz, shularni zadaniyasini qilsangiz, mana sizga $9, почти $10 beradi. $10 ham o'zimizda so'mga hozirda 130 ming so'm pul bo'ladi. Demak,
Mana bu yoqda ko'p bunaqa juda partnyorskiy bulardan olib, shularda o'yinda o'ynab, bular aytgan zadaniyani qilish kerak. Demak, o'yinga kirgandan keyin moneta to'plash kerak. Demak, shular orqali ishlab unaqa qilsa bo'ladi. Demak, bu yerda hozir yana nimalar bor? Siz bu sayt orqali reklama ham berishingiz mumkin. Misol, mana men reklama bermaganman. Misol soздать новое объявление. Объявление berasiz. Mana bu reklama berasiz. Reklamangizni bular reklama qilib beradi. Bu platniy narsa bizga kerak. Biz faqat saytda ko'rsatib boramiz. Qanday sarmoyasiz pul ishlash. Telefon orqali, kompyuter orqali, telefonda ko'pincha ko'plar hozir telefon ishlatishadi. Shu telefon orqali sarmoyasiz pul ishlash. Demak, bu yerda mana shu har kun kirdingiz, boyagi bonusni olasiz va mana bu ikkinchi mana prosmotr tugmasi, mana ko'zni belgisi bosyapsiz. Siz bu yoqda har kuni mana shunday zadaniya chiqadi. Zadaniyaga kirasiz, shu vaqt 30 sekund, 10 sekund, 15 sekund o'sha ananda saytga kirasiz, qarab turasiz, qaytib chiqasiz, получатель tugmasini bosasiz, sizni avtomatik nomingizga shotingizga pul o'tib boraveradi. Demak, bu yerda yana boshqacha usulda pul ishlanmay, faqat shu usulda. Demak, qanday pulni chiqarib olamiz? Demak, qarang. Sizga pulni chiqarib olish uchun mana bu yerda profilingizga o'tasiz. Profilingizga. Demak, profilni bosamiz. Qarang. Mana bu yoqda email adresingiz boshqa. Mana bu yoqda men mana koshelogimni bog'laganman. Qarang, mana koshelogimni, mana shu koshelogni ustiga bosasiz. Siz qaysi, men Payer koshelog, Payer dollar koshelogimni ulaganman. Payer koshelogimni sizga qaysi, bu yerda juda kriptovalyutalar ko'p bo'ladi. Qaysi biriga o'tkazsangiz, qaysi qulay bo'lsa, men uchun qulay shu Payer. Ko'pincha ko'p odamlarga qulay Payer. Payer koshelogingizni bog'laysiz. Payer koshelogingizni nomerini kiritasiz. Kiritganingizdan keyin sizni elektron pochtangizga kod keladi. Kodni подтверждение qilasiz. Demak, avtomatik tarzda sizni telefon Payer koshelogingiz bu saytga ulanadi. Demak, ulangandan keyin mana saytga birinchi okna, mana shu birinchi skachat qilganingizdan keyin chiqadigan joy bor-ku, birinchi ko'rsatganim. Demak, shundan mana bu yoqda sizga maniki выплата tugmasini bosadigan bo'lsangiz, siz mana shu yerda pulingizni chiqarasiz. Agar siz reklama qilmoqchi bo'lib, pul kirgizmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, depozit tugmasini bosasiz. Mana bu yerda demak, bu qanday ishlaydi? Mana bu yerda valyuta, kriptovalyuta ko'rsatib qo'yibdi. Menda kriptovalyuta emas. Demak, buni ustiga bossam, mana kriptovalyuta chiqyapti. Mana kripto bitcoinda turibdi. Demak, buni nima qilib, Payer dollar koshelogni tanlayman. Demak, bu yerda mana Payer adresim. Demak, summani kiritaman. Bu yerda summa, men misol nechta aytgan, 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, tak mana 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 1 dollar pul to'lab beradi. Misol bu yerda 10 ming ta bo'ladigan bo'lsa, 10 dollar pul unaqa qiladi. Avtomatik tarzda siz zaявка jo'natganingizdan ko'pi bilan 6-7 soat ichiga pulingizni koshelogingizga tashlab beradi. Payer koshelogga tushgan pullaringizni bilmaganlar uchun Bizchangi yoki Telegram botlar bor. Payer koshelogdan Uzcard Humoga pulingizni bemalol chiqarib berishadi. Qanaqadir protsent evaziga. Misol 1000 rubl chiqarmoqchi bo'lsangiz, 10 rublmi qancha protsenti bor, yo misol ularning o'zining kursi bor, shu evaziga sizga chiqarib beradi. Bizchangi saytiga kirsangiz ham o'sha yerda ham обменник valyuta, shu yerdan pul o'tkazib olishingiz mumkin. Demak, do'stlar, kimgadir nimadir tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, kommentariyada savollaringizni yozib qoldiring. O'sha savollaringizga javob beraman, harakat qilaman. Sizlarda ham hammasi yaxshi bo'lishi uchun. Demak, bu yerda ketma-ket 7 kun kirganimizga 5 dollar olamiz. 5 dollar ham kamida 50 ming pul bo'ladi. 50 ming, 60 ming so'm. Bu ham yaxshigina daromad.
Bu nima talab qiladi bizdan? Bir kunda bir kirib 5 minut daqiqa kirdingiz, zadaniyalarni qildingiz, boya ko'rsatgan zadaniyalarni. Demak, tepada mana bu ko'zchani belgisida prosmotr bosib, mana bu zadaniyalar 10 ta, 15 ta zadaniyalarni boshida pakat $1 ishlasangiz, keyin $1 ishlaganingizda ko'proq zadaniyalar beradi. Mana prosmotrlar kirasiz, 30 sekund qanaqa qildingiz? Bunda 30 sekund, 15 sekund, 5 sekund, 8 sekund, mana sekundlar kamayib ketaveradi. Sizga shuni evazi 30 sekund turganingizga hech qanday siz harakat qilmaysiz, hech qanaqa ish qilmaysiz, hech qanday klass bosmaysiz, boshqa ish qilmaysiz. Prosta o'sha sizni mana buni ustiga bossangiz, avtomatik sizga boshqa saytga tashlaydi. Siz o'sha saytda o'sha sekundga qarab o'tirasiz. Mana 30 sekund bo'ldi, qaytib kelib bu saytga qaytasiz. Avtomatik sizni счёtingizga pul o'tadi o'shanda. Bu yerda $1 yiqqaningizdan keyin o'rningiz mana 1, 2 deb o'rni ko'tarilib boradi. Keyin sizga yana ko'proq zadaniyalar beradi, ko'proq boya prosmotrlar chiqadi. Prosmotrlarni prosmotrlar berish uchun beradigan monetalar ham soni ko'payib boradi. Demak, undan ham ishlaysiz и har kirganingizga mana sizga mana 8 sent, 12 sent, mana shunday sent to'lab boraveradi. 2 sent, 5 mana 24 sent, oxiri $5. $5 olib tashlasangiz ham 2 kun ichida bu passivni dohod shundoq ham yomon emas. Bu saytga hech qanaqa pul kirgizib reklamalar qilishingizni tavsiya qilmayman. Reklamalarni qanday qiladi, qanday sifatli bo'ladi, uni o'zim qilib ko'rmaganman, tavsiya qilmayman. Balki kimgadir shu narsa kerak bo'lsa, o'zlaring qilishlaring mumkin. Kimdir xohishiga binoan o'zi qilishi mumkin. Lekin men bu depozit kirgizib reklama qilmaganman saytimda bu yerda. Demak, do'stlar, kanalimizni ochganimiz yangi bo'lgani uchun, kanalimizni rivoji uchun podpisatsiya bosib, like bosishni unutmang. Demak, kanalimiz rivojiga o'z hissangizni qo'shing. Demak, do'stlar, sayt silkasini kommentariyada qoldiraman. Silka orqali kirasiz. Silka orqali kirganingizdan keyin demak endi shu saytga tashlab beradi sizni. Sizni mana bu meni silkam orqali kirasiz. Meni silkam orqali kirganingiz uchun siz ishlagan daromaddan qanaqadir qismini kesib olib menga to'lab bermaydi. Bu sayt prosta men orqali odam keladigan bo'lsa, bu sayt menga bonus qilib qandaydir hisobda mana misol qandaydir protsentda pul beradi, pul to'lab beradi. Yo bo'lmasa mana bunday monetalar berib unaqa qiladi. Masalan, saytni tepa reklama qilib, saytga odam chaqirganim uchun shunga nagrada beradi. Sizni ishlagan meni silkam orqali kirganingiz uchun siz ishlagan pulingizdan kesib menga tashlab bermaydi. Ko'pchilik shunday deb o'ylashi mumkin. Demak, boyagi ishlagan pulidan, agar misol meni silkam orqali kirib, men referlarim orqali kiradigan bo'lsa, o'sha referlar orqali kirgani uchun u odamga uni ishlagan pulidan qanaqadir miqdorini kesib olib menga berib, bunga kamroq tegishi mumkin. Shuning uchun o'zlari misol saytni nomi orqali qidirib ko'radi-da, demak shunga o'xshagan boshqa saytga tushib qolib, fakeaway saytlarga tushib, keyin u saytlardan o'sha ishlagan pulini oxirida chiqara olmaydi. Demak, u fakeaway saytlar to'lab bera olmaydi. Shuning uchun bunga hech qanaqa sizga ziyoni yo'q. Agar siz